Kimni 3 ta qizi bo'lsa, faqat 3 ta qizi bo'lib uzatsa emas, ko'plar noto'g'ri tushunasizlar-da. 3 ta qizi bo'lsa, uzatib yuborsa bo'ldi, jannat bekor etibsiz. Rasululloh aytibdilar-ki, u qizni axloq, odob, iymon, e'tiqodni o'rgatsa oldin. Bu qiz iymon, e'tiqod, hayoni bilsa, oddiy shu uzatib ursa emas. Rahmi shafqat qilib, ya'ni uyda ta'minotlarni yaxshi qiladigan bir mehribon bo'lsa o'sha qiz. O'sha qizni otasiga jannat vojib bo'ladi, 3 tasiga. Aytishdiki, "Yo Rasululloh, 2 ta bo'lsa-chi, 2 tasi bo'lsa ham" dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda bitta bo'lsa-chi, bitta bo'lsa ham degan. Endi qiz bola eriga gap qaytarib, bitta gapirsa, 4 ta gapirsa, to'polon qilsa, erini arzimagan narsalarga telefonini tekshirib janjal qilsa, unaqa qizni tarbiyalagan otaga jannat emas, do'zax vojib bo'ladi. Erini hurmat qilmaydigan, ko'chada qaysi so'ramasdan bir joylarga ketib qolib, chet ellarga yuraganlarni otasiga agar tarbiya bermagan bo'lsa, jannat emas, ularga do'zax vojib bo'ladi, bilib qo'ysin. Men 3 ta qiz uzatdim, bo'ldi jannati bo'laman demasin. Ko'plar shunaqa tushunar ekan. Qora aka, men 6 ta qiz uzatdim, 2 ta jannat bo'ladi deydi. O'zi qiz qanaqa dedim? Qanaqa qiz u? Uyatsiz, Alloh asrasin. Umuman betavfiq ayollar bor. Erini o'zi pul topadi-da, eri sal kam xarajat qilsa, erini mensimaydi. Yo'ldan ozgan ayollar ular. Agar 10 qop pul topganda eriga itoat qiladi. Tamom, bo'lmasa u ayol jannatga kirmaydi. Etiklar borib ayollarga. Bidir qiladi. Mana hozir erkak kishi qilsin, mebelni ham, boshqani ham desam, erkaklar to'g'ri deyapti, hamma to'g'ri deyapsizlar. Ayollar yo'q deyapti. Domlam bekor etibdi. Ertaga qaynonasi to'polon qiladi, qilib berasiz. Qilib berganda ham qarang, bittasi kecha $25,000 ga Italiyani mebelni olib berasan deb janjal qildi. 25,000 ga bitta. 6 ta qizi bor ekan uni. Qora aka, men nima qilaman? Keliningiz qo'ymayapti deydi. Astag'firulloh. Kelinni chaqiring dedim. Jannatga kirish xohlamasa shunaqa to'polon qilaveradi. Namoz o'qisa qabul bo'lmaydi shunaqa qilsa, o'sha xotinni. Buni biz nima qilyapmiz? Xo'p, mayli. Sen aytganing yo'q, to'xta. Sen emas, men emas, Allohni va Rasulini aytgani bo'ladi deb o'rgatinglar uyda xotinlarga. Oy, qanaqamiz? Badir qilaveradi. To'xta, bu Allohni aytganini qilamiz. Seni ham gap emas, oyini ham gap o'tmaydi, meni ham. Biz musulmonlarmiz, bizga Alloh Qur'on tushirgan, Rasulullohning sunnatlari bor. Shuni o'rgatamiz demaysizlarmi axir? Demayapmiz, biz gapiraveramiz. Amr ma'rufda ham gapiraveramiz. Yana masala so'rab ko'raman-da ko'p oilalarda. Odingiz jumaga boradimi deyman. Ha, deyshadi. O'sha kelinlar keladi-ku. Men oldimga ko'p bolalar keladi, har xil ishlar. Dadangiz jumaga boradimi? Buvingiz boradi. Kelib nimani aytib beradi sizlarga? Hech narsa aytib bermaydi. Nimaga aytib bermaysizlar? Shuncha gap eshitdinglar hozir, ha? Kechqurun o'tirib domla manaqa deyapti. Voy, qizim eriga tik qarasa jannatga. Voy, o'g'il bola bo'lgan, xotiningga qaragin, qattiq gapirmagin demaymizmi? Domla bugun jumada aytdi, mana Rasululloh aytibdilar. Nimaga indamay o'tiramiz? Loqayd kishilar meni ummatim emas deganlar Rasululloh. Menga nima? Qo'yver, menga nima? Odam emas u odam. Odami ersang demagil odami, oniki yo'q xal g'amidin g'ami. Boshqani g'ami bilan, oilani g'ami bilan, qarindosh urug'chilarni yaxshi bir tashvishi bilan, o'sha bilan yashamagan odam emas deyaptilar Hazrat Navoiy. Faqat o'zim bo'lsam bo'ldi deb boshqalarga bir yaxshilikni ilinmasdan, ayniqsa oilamizga, oilalarimiz baraka topkurlar. Qizlarni shoshilmanglar erga berishga. Aqlli, xushli, o'sha kitoblarni o'qib, ma'rifat, o'g'illarni ham bir oilani boqa oladigan, bir ayolni hurmat qila oladigan bir odobli bo'lgandan keyin ana unda to'y qilsangiz, qo'sha qarib yaxshi yashaysiz.